alaykum. Siz Uspro Live kanalidasiz. Bugungi mani fikrim, Adolat degan o'zbek kino chiqqan ekan. 2 soatmi, 2,5 soatlik kino va shunda Ibrohimmi nima degan rejissyori bor ekan. Ozgina boshidan ko'rdim. Chisti hamma ssenariysi, boshqa narsasi o'g'irlangan. Один в один deyishadi-yu ruslar. Rossiyskiy serial bor, Подсудимый degan. Mana shu serialni qancha 12 tami, 15 ta seriyasi bor. Ana shu serialni shu serialdan o'g'irlangan. Hamma narsasi o'g'irlangan, faqat u serialda egizaklar, aka-uka egizaklar bo'lardi. Adolat deb chiqargan mana bu o'zbek kinosida esa qiz bola egizaklar. Va bir-birini o'ldirib qo'yishi, ukasi akasini o'ldirib qo'yishi. O'zbek kinosida esa opa-singil bo'lishadi. Ukasi opasini o'ldirib qo'yadi va o'zini opasiman deb taqdim etadi. Shunaqa gap. Bu o'zlari uyalmaydimi? Pul olishyapti, byudjetdan pul ketyapti. Mani mehnatim, men yozgan ssenariy, yana bir nima deb ko'zbo'yamachilik qilishga. Yana YouTube'da ko'ryapman kommentariyada, mana bularkanu o'zbeklar ham normalniy kino olisharkanu deb yozishyapti. Lekin sodda o'zbeklar bilishmaydi, bular один в один mana shu birovni mehnatini o'g'irlab o'zbeklarga taqdim qilganini. Sharmanda. Yozsang, o'qigansan, to'g'rimi? Teatralniyda o'qigansan, rejissyorskiyda o'qigansan, to'g'rimi? O'tirib mehnat qilib o'zing ssenariy yoz, qo'lingdan kelsa. Kelmasa вообще qilma unaqa ko'zbo'yamachilikni. Nima keragi bor unaqa qilib, to'g'rimi? Adolat deb chiqarib qo'yibdi yana kinoning nomini. Ibrohim Palonkas filmi deb yozib qo'yibdi. Uyalmasdan. Sharmanda. Bitta like bosinglar va mana shuni podelиться qilib, mana shu o'ynagan aktyorlargacha ham borsin mana shu gaplarim. Uyalishsin ozgina bo'lsa ham. Shu pul olishyapti, boshqa qilishyapti. Byudjetdan mana o'zbek filmdan pul ajratiladi. U qayerdan? Byudjetdan olinadi. Byudjetga pul qayerdan tushadi? Odamlarning налогidan tushadi, to'lovlardan tushadi. Qayerdan oladi u o'zbek film? U kissasidan olib beradimi pulni? Odamlar pul bergandan keyin kinoteatrga tushsang ham, bilet olsang ham normalniy filmga tushasan. Xalturaga tushmaysan-ku, to'g'rimi? Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun.